Fillar qabristonidayman. 8-chi O'zbekistonning Quva shtatida Qalqon sportning mana shunday begovoy doroshka ishlab chiqarish sexidamiz. Afsonaga ko'ra 1982-yil Isquvvat Erkul Porov ham mana shu avtomobilida begovoy doroshkaning sirini bilmoqchi bo'lib kelgan va ustakilarimizning qarshiligiga uchrab issiz g'oyib bo'lgan. Mashinasi esa shu yerda qolib ketgan. Hurmatli do'stlar, bu begovoy doroshkamizning juda ham ko'p turlari bor. Ko'rishingiz mumkin, mana bunday kompyuterli variantini qo'yganmiz. Hozir bunga oyog'imga yetib chiqmasam beparasatlik bo'ladi. Albatta. Mana bu yerda qanday start tugmasini bosasiz. Bu yerda pulsingizni, masofangizni, yoshingizni kiritib qo'ysangiz bo'ladi. O'sha yoshingizga mos qilib kompyuter o'zi sozlab beradi. Mana ko'rib turibsizlar. Ovozlari ham juda ham bir plazma aylanyapti. Ne bilasizlar, biz yoshimiz vaqtini o'tib qolgan, ko'p yugurish mumkin emas. Xullas, kompyuterli variantimiz bor. Bularning kraskasi esa parashkovoy. Beparasatloq o'g'lingiz bo'lsa, uni qirib qo'yish mumkin. Bu qirilmaydi. 3 yilga garantiyasi bor. Kompyuterli variantimizning narxi esa 5.300.000 so'm. Agar sizga kompyutersiz pulsimni o'zim ham aniqlay olaman deb aytsangiz, bu yerda ekan, kechirasizlar. Ko'pligidan adashib ketyapman. Kompyutersizi 4.5 million so'm albatta. Buni mana bunday neobычный ranglari bor. Do'stlar, men bu syomkamizni 4 minutga cho'zishim kerak, lekin gapim mazgina tugab qoldi. Yana urg'u berishim uchun buni ko'pchilik aytayapti. Keyinchalik ovoz chiqib qoladimi deb. Yo'q. Bu sizning tezligingizga qarab tezlashadi va sekinlashadi sizlar. Xullas, garantiyasi 3 yil. Hurmatli do'stlar, O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastlabki xizmatlari bor. Pastda nomer qoldiramiz. Mr. Ochobek TV kanalida va Qalqon sportning mana bunday sexida ko'rishganda beparasat syomka bo'lyapti. Ko'rishganda ko'rishguncha do'stlar.